Xullas, hozir kiyindim, ovqatdan tayyorladim, erim kutyapman. Ko'ramiz bugun menga nima olib kelar ekanlar. Har kuni har xil narsa olib keladilar. Salom. Ha? Mana joyida turibdi. Yo'q emas. Iye. Hech narsa olib kelmadingizmi? Nima olib kelishim kerak? Nimadir olib kelmadingizmi menga? Shahlo 750 marta telefon qilib so'radim. Uydan nima ekan, nima olib keladi. Hamma narsa bor, kelavering degan san-ku. Men shersa kerak emas deganim, mana shuni va mana shuni yegim kelyapti, olib keling deyolmaganim uchun shunaqa degandirman. Hech narsa olib kelmang desam, hech narsa qo'pur. Mana qusib-payib kirib kelmaysiz-ku. Hech narsa kerak emas deganingdan keyin rasman aytdim. Joying ochilar ekan aytib ko'rmaysanmi bundan ko'ra? Men nima Yo'q, xijolat bo'luvdim. Nima shunaqasini ukam ham oldin shunaqa edi. Opa nima bor edi? Siz kerak emasmi? O'zida bilib topshirish shokolad, shirinlik yoki xo'jash hatto bu qurt olib kelmadingizmi? Hatto bu qurt. Ukam xuddi shunaqa edi. Bilmadim, opa aytmadingiz deb turaveradi. Siz ham xuddi shunaqa edi. O'zim olib keldim senga sevgilim. Borning boshqa yerdan keling.